Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Aziza. Bir minut vaqtingizni olamiz. Savol bersak maylimi? 2026-yilda qanaqa planlaringiz bor? Hozircha ishga kirish. Ishga kirish. Ded Morozdan nima so'raysiz? Dedushka Morozdan qana savol olib kelsangiz? Chorninki M5. Chorninki M5. Da. Bo'ldimi shu faqat? Hozircha shu. Kelajakda qanday planlar bor, nima orzular? Hozircha o'zim xohlagan sohada ishga kirish. Ishga kirish M5 bo'ldimi? Nima? Nimaga kam? Hozircha shu. Xo'p. Qanaqa ishga kirmoqchisiz? Milliy gvardiya. Milliy gvardiyaga ishga kirmoqchisiz. Xo'p, yaxshi. Uning uchun o'zingizni tayyor deb o'ylaysizmi yo'q? Nima deb o'ylaysiz? Bir 80% tayyorman. 80% tayyorsiz. Birontasi gapingizga quloq solmasa, уже fizический упражнениялар bilasiz, priyomlar bilasiz. Master sportmisiz? Nima, biroz sportga qatnashganmisiz? Futbolga qatnashganman. Futbolga esa cho'q oyoqlar kuchli. Shunday. Mayli gap yo'q. 2026-yilda sizni qanaqa planingiz bor? Kommentariyaga yozinglar.